Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Bugun italyan tili ikkinchi chet tili fanidan navbatdagi mavzu presente indicativo, oddiy hozirgi zamon haqida so'z yuritamiz. Dastlab presente indicativo verbi regolari. Hozirgi zamonda to'g'ri fe'llar mavzusiga to'xtalamiz. Italyan tilida har qanday zamonda fe'lni tuslash uchun oxiridagi qo'shimchani olib o'rniga o'sha zamon qo'shimchalarini qo'shish orqali tuslashga erishishimiz mumkin. Italyan tilida umuman olganda fe'l so'z turkumiga oid so'zlar are, ere va ire qo'shimchalari bilan tugaydi. Mana shu are, ire va ere qo'shimchalarini olib tegishli zamon qo'shimchalarini qo'shib chiqsak, shu zamonda tuslangan shaklga ega bo'ladi. To'g'ri fe'llar orasida masalan parlare fe'lini oladigan bo'lsak, parlare gapirmoq, are qo'shimchalarini olib tashlasak, parlo, parli, parla, parliamo, parlate, parlano kabi tuslanishga ega bo'ladi. Bundan tashqari ere bilan tugaydigan fe'llarga misol qilib oladigan bo'lsak, credere, credo, credi, crede, crediamo, credete, credono. Ko'rib turibsizlar, are va ere qo'shimchalari bilan tugagan fe'llarda tuslanishda o'zgarish bo'lyapti. Ya'ni uchinchi shaxs birlikda parlare, parla bo'lgan bo'lsa, credere, crede bo'lyapti. Are bilan tugagan fe'llarda uchinchi shaxs birlikda a qo'shimchasi, ere bilan tugagan fe'llarda esa e qo'shimchasi qo'shiladi uchinchi shaxs birlikda. Bundan tashqari ikkinchi shaxs ko'plikda are bilan tugagan fe'llarga ate, ere bilan tugagan fe'llarga esa ete qo'shilganini ko'rishimiz mumkin. Uchinchi shaxs ko'plikda parlare fe'liga ano qo'shimchasi qo'shildi, credere fe'liga esa ono, credono qo'shimchasi qo'shildi. Demak, uchta qo'shimcha bilan tugaydigan fe'llarni tuslanishda ba'zi bir farqlar mavjud. Ire bilan tugaydigan fe'lga misol uchun partire fe'lini misol qilib oladigan bo'lsak, parto, parti, parte, partiamo, partite, partono. Bu yerda ire bilan tugaydigan fe'llar ere bilan tugaydigan fe'llarga birmuncha o'xshash, faqatgina ikkinchi shaxs ko'plikda et emas, ite qo'shimchasi qo'shiladi. Lekin umuman olganda ere va ire bilan tugaydigan fe'llarda hozirgi zamonda tuslaganimizda tuslanish shakli juda o'xshash hisoblanadi. Bundan tashqari yuqorida aytganimizdek, birinchi to'g'ri fe'llarga to'xtalib o'tdik. Endi italyan tilida hozirgi zamonda noto'g'ri fe'llarni tuslash ham muhim hisoblanadi. Chunki italyan tilida noto'g'ri fe'llar tuslanganda to'g'ri fe'llar kabi bir xil qo'shimchalar olmaydi, balki o'zagi o'zgaradi va oxiridagi qo'shimchalar ham turlicha bo'ladi. Bularni birgina yordamchi fe'llar misolida ham ko'rishimiz mumkin. Italyan tilidagi essere yordamchi fe'li hozirgi zamonda tuslanganda sono, sei, e, siamo, siete, sono kabi tuslanishlarga ega bo'ladi. Yoki ikkinchi yordamchi fe'limiz avere fe'li o, ai, a, abbiamo, avete, hanno kabi ko'rinishlarga ega bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, essere ham, avere ham o'zakda katta o'zgarish bo'lyapti tuslaganimizda, shuning uchun ham bu noto'g'ri fe'llar tarkibiga kiradi. Endi yordamchi fe'l emas, asosiy fe'ldan ham bitta misol keltiradigan bo'lsak, masalan andare fe'li. Andare fe'li o'zakda demak ko'rib turibmiz qanaqa qo'shimchalar borligini, lekin tuslanganda io vado, tu vai, lui va, noi andiamo, voi andate, loro vanno kabi tuslanishlarga ega bo'ladi. Davom etamiz. Bundan tashqari italyan tilida hozirgi zamonda tuslanishini o'rganishimiz kerak bo'lgan modal fe'llar ham mavjud. Modal fe'llar dovere, potere va volere fe'llari hisoblanadi. Dovere fe'li hozirgi zamonda tuslanganda devo, devi, deve, dobbiamo, dovete, devono. Potere fe'li tuslanganda posso, puoi, può, possiamo, potete, possono. Va volere fe'li tuslanganda voglio, vuoi, vuole, vogliamo, volete, vogliono kabi ko'rinishlarga ega bo'ladi.
Uchala fe'limiz ham hozirgi zamonda noto'g'ri tuslanishga ega hisoblanadi. Dovere fe'li kerak bo'lmoq deb tarjima qilinadi. Masalan, io devo andare al università. Men universitetga borishim kerak. Ikkinchi misolimiz potere fe'li bilan potere qila olmoq deb tarjima qilinadi. Masalan, io posso andare a Milano domani. Men demak Milanga ertaga borishim mumkin. Keyingi fe'limiz volere fe'li xohlamoq deb tarjima qilinadi. Masalan, io voglio andare al mare. Men dengizga borishni xohlayman. Bundan tashqari italyan tilida i verbi riflessivi o'zlik nisbatdagi fe'llar ham mavjud. Bu fe'llar oxiridagi qo'shimchasi doimiy odatdagi kabi are, ere, iri qo'shimchalari bilan emas, arse, ersi, irsi kabi qo'shimchalar bilan tugaydi. O'sha oxiri si bilan tugaydigan qo'shimchasini oladigan fe'llar verbi riflessivi o'zlik nisbatdagi fe'llarga tegishli bo'ladi. Bularni tuslaganimizda oxiridagi si qo'shimchasi boshiga o'tadi va shaxslarga tegishli alohida ko'rinishda tuslanadi. Masalan, alzarsi fe'li mi alzo, ti alzi, si alza, ci alziamo, vi alzate, si alzano. Ko'rib turganimizdek fe'llarni oldidan mi, ti, si, chi, vi va si olmoshlari qo'yilib tuslandi. Bu o'zlik nisbatdagi fe'llarga xos bo'lgan xususiyat hisoblanadi. Masalan, mi alzo alle 7 di mattina. Men ertalab soat 7 da uyg'onaman. Yoki bo'lmasam svegliarsi fe'li addormentarsi, lavarsi kabi fe'llarni ham misol qilib olishimiz mumkin. Masalan, mi lavo ogni mattina va boshqa misollar i verbi riflessivi o'zlik nisbatdagi fe'llarni ishlatilishiga demak misol bo'la oladi. Bu hozirgi zamonda keladigan to'g'ri va noto'g'ri fe'llar, o'zlik nisbatdagi fe'llar bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni demak parla scrivi, parlo italiano kabi o'quv qo'llanmalaridan qo'shimcha ma'lumotlarni olishimiz mumkin.